Bu darsimizda izlar metodlarning ortiqcha yuklanishi, ya'ni metod overloading mavzusini ko'rib chiqamiz. Dasturlash olamida ko'plab dasturlash tillarida metod overloading juda mashhur bir narsa aslida. Ayniqsa obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillarida juda ham keng ommalashgan bir narsa. Metod overloading dasturchilarni kod yozishda tushunarlilik darajadan kodlarni yuqori darajada tutishiga yordam beradi. Misol uchun aytaylik, bir nechta metodimiz bor va u metodlarni shunday shu 10,000 satrlik kod ichida 300-400 talab metodlar bo'ladi va har bir metodning ismini xotirada saqlashimiz yoki unutmamaslikni iloji yo'q. Ba'zida unutamiz, biz ham insonmiz sifatida. Bunday vaziyatlarga dasturchilarga metod overloading juda ham yordamchi bo'ladi. Shuning misol uchun metod overloadinglarni tushuntirishdan oldin shu narsani aytaylik. Metodlar normalda bir-birlaridan farqli ismlar bilan farq qilardi. Misol uchun bir fayl ichida yoki kodlarimiz ichida metodlar bir-biridan ismlar bilan farq qiladi normal vaziyatda. Lekin biz ismlarni bir xil berishimiz ham mumkin metodlarga. Lekin metodlarni ismini bir xil beradigan bo'lsak, ularni oladigan parametrlar soni bir-biridan farqli bo'lishi kerak. O'tgan mavzumizda konstruktorlarda aytgandik. Metodlar ismi bir xil edi. Shu konstruktor, ya'ni quruvchi metodlarning ismi bir xil edi, lekin parametrlari farqli edi. Aslida bu bir overloading. Ya'ni Java dasturlash tilida metod overloading bir metod, ya'ni bir sinf ichkarisidagi birdan ko'p metodlarning ismi bir xil bo'lishi va bir-birlaridan farqi oladigan parametrlari turi yoki soni sifatidan bir-biridan farqli bo'lishi. Ya'ni misol uchun shu yerda qarang, bu bir sinfimiz bo'lsa bizni, bu sinfimizda hisobla bir metodimiz bor, hisobla degan yana bir metodimiz bor, hisobla degan yana bir metodimiz bor. Aslida bu yerda 3 dona metodimiz bor. Uchalasining ham ismi bir xil. Lekin bir-biridan boshqacha metodlar. Misol uchun bittasi ikkita sonni bir-biriga qo'shadi, ikkinchisi 3 ta sonni bir-biriga qo'shadi, to'rtinchisi esa, misol uchun uchinchisi esa 4 ta sonni bir-biriga qo'shadi. Bular misol uchun ism bir xil, lekin qiladigan amallari, bajaradigan kodlari bir-biridan boshqacha, farq qiladi. Bu yerda misol uchun farqlari nima bo'lardi? Shu int, misol uchun bu 2 dona parametr olyapti, bu 3 dona parametr, bu 4 dona parametr olyapti. Ya'ni bir-biridan farqi parametrlar soni. Demakki, bir sinf ichida metod overloading shaklda yozilgan metodlarimiz bir-biridan parametrlar soniga qarab o'zgaradi. Ya'ni tizimimiz buni parametr soniga qarab ajratib oladi orqa tarafimiz. Bu shaklda ishlatadi. Misol uchun buni qaysi vaziyatlarda ishlatishimiz mumkin dasturlash olamida? Shuni tushuning. Misol uchun xuddi shu misol shaklida berishim mumkin. Bizni katta hisoblar sinfida bitta sinfimiz bo'lsin va u sinfda misol uchun sonlarni bir-biriga qo'shaylik yoki ko'paytiraylik. Misol uchun biz ko'paytirishda ketaylik. Misol uchun foydalanuvchi ikkita sonni ham ko'paytirish mumkin. 3 ta sonni ham ko'paytirish mumkin bir onda yoki 4 ta, 5 ta sonni ham bir vaqt ichida ko'paytirishni istashi mumkin. Bunday vaziyatlarda misol uchun normalda agar metod overloadingni bilmasak, har bir metod yozib bo'ladi. Misol uchun ikkita sonni bir-biriga ko'paytiradigan narsa istayaptim. Unda misol uchun hisobla ikkita son ismida berib, uni yozishimiz kerak. Ikkita parametrni olamiz, keyin yana bitta yozamiz va har bir metodning ismini boshqacha berishimiz to'g'ri keladi. Bu vaziyatni oldiga o'tish uchun hammasiga bir xil ism beramiz va 4 ta parametr, ya'ni parametrlarni boshqacha beramiz misol uchun. Bunda biz nechta parametr chaqirganimiz, bu metodni boshqa sinfdan chaqirib, ichiga nechta parametr bersak, tizim o'shanga qarab bu yerdagi metodlarni ishlatadi. Buni kodlar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, yanada osonroq tushunamiz misol uchun. Az avvalgi misolni beramiz. O'quvchilar ichida ketmaylik. Bu safar hisobla degan bir yangi klass ochamiz. Shu yerdan Java class. Bu yerdan misol uchun hisoblash bo'lsin sinfimiz ismi. Hisoblash misol uchun. Qarang. Shuni yopamiz. Keldim bu yerga. Misol uchun men bir nechta sonni bir-biriga hisob-kitobini qiladigan bir sinf yozaman bu yerda. Shunday, birinchisi ikkita sonni qo'shadigan metod public. Tashqariga qiymat qaytarsin int turida. Metodimizning ismi hisobla. Misol uchun qarang,
va bunga parametr beraman. Ikkita sonni dedim. Int a va int b. Parametrlarimni qavsini yopaman. Sistema qavslarini ochaman. Bu yerda misol uchun return to'g'ridan to'g'ri yozaman. Return a va b ni qo'shasan. Va nuqta virgulni qo'ydim. Keldim bu yerga yana bir endi 3 ta sonni bir-biriga qo'shadigan yozmoqchiman. Misol uchun public. Misol uchun bu yerda 3 ta sonni 3 dona parametr oldim. A, B, C turida va bu yerda returnni qaytaraman. Misol uchun returnni ham 3 ta sonni bir-biriga qo'shilgan holatini qaytar. Misol uchun public dedim. Hisoblab bu 4 dona sonni bir-biriga qo'shadi. Returni ham 4 talik. Misol uchun qarang, foydalanuvchi 2 ta sonni qo'shishi mumkin, 3 ta sonni qo'shishi mumkin, istaganini qo'shishi mumkin bu yerda. Faqat biz misol uchun dasturchilar uchun qiyin emas endi, chunki hisobla yozdik hammasini, ya'ni hammasini ismini eslashimiz kerak emas. Agar metod overloading bilmasak edi, shu yerda misol uchun bir-birlaridan boshqacha qilib ism berishimiz kerak edi normalda va bu shaklda yozardik va bu yerda chaqirganimizda unga ko'ra ismiga qarab chaqirardik. Va shu yerda misol uchun 10,000 satrlik bir kod ichidan metodimizni topib u ismini topishni o'ylang, juda ham qiyin. O'shaning uchun biz buni iloji boricha metod loadingga tushadigan bo'lsa, u shaklda yozishimiz yaxshi. Ya'ni biz tarafimizdan bizning ishimizni ancha ham osonlashtirib beradi. Buni saqladim. Keldim bu yerga. Men bu sinfimni bu yerda qanday chaqirardim? Bu yerda obyektini avval tayyorlab olishim kerak edi. Shu yerda misol uchun keldim. Faylimizni ismini yozardik. Sinfimizning ismi hisob lash yozdim. Import class, ya'ni import qilishni istadim men buni. Hisoblash hisob dedim va new hisoblash yozdim. Bu yerda sinfimni chaqirdim. Ortiq shu sinfim bu yerga keldi. Istagan metodimni bu yerdan chaqirib olishim mumkin. Metodlarimning hammasi public, ya'ni bu yerdan erishishim mumkin. Keldim shu yerga. Misol uchun hisob yozdim. Ya'ni shuni o'zgaruvchi ismini yozib, nuqta qo'ydim. Qarang. 3 dona metod keldi va uchalasi ham parametrlar sonidan bir-biridan farqli. Men hisobla deb hisobla yozsam misol uchun va shu yerda nuqta qo'ydim. Bu yerga bergan parametrim soniga qarab tizimimiz bu yerdan qaysini chaqirganimizni ayirib oladi. Misol uchun keldim, men 1 berdim va 2 berdim. 2 dona qiymat berdim. Demakki deydi bu, sen bu metodni chaqiryapsan deyapti. Qarang, bu rangi ham o'zgardi. Agar men shu yerga yana bitta qiymat qo'shib qo'yganimda, shunda bu borib buni chaqirardi. Ya'ni tizimimiz bu yerda bergan parametrlarimiz soniga va turiga qarab bir-biridan ajratib oladi. Ya'ni hozir ishimiz oson. Ya'ni shu yerda hisoblarni shu yerga misol uchun metodimiz ismi nima ekan deb qarashimiz kerak yo'q. Shunchaki bu yerda hisoblarni yozib, hammasiga bir xil ism berganmiz. Shu yerga bergan parametrlarimizga qarab o'zi ajratib olyapti. Biz bunga metod overloading deymiz. Dasturlash tilida, ya'ni Java dasturlash tilida. Buni ekranga yozishni ham istaylik, misol uchun. Buni shunday o'tamiz. Nuqta virgul bittasini o'chirib tashlaymiz. Va kodimizni ishga tushirganimizda ekranga nima yozardi? 4 4 8 yozish kerak. Misol uchun ekranga 8 sonini yozdi. Nega? Chunki biz shu yerga misol uchun yana bitta metod qo'shib qo'ysam, borib 4-sini tanlaydi. Misol uchun 13. Yani ko'rganingizdek, ya'ni ishimiz juda ham oson bo'ldi. Shu yerga misol uchun kelib, har bir metod ismiga qarashim shart emas. Hozir misol uchun bu 13 qatorlik bir kod. Bu yerda misol uchun metod ismiga qarash oson ko'rinishi mumkin, lekin kod satrlar ko'paygani sari misol uchun ba'zi loyihalarda juda ham ko'payib ketadi. Katta-katta loyihalarda u vaziyatda ishimizni juda ham qiyinlashtiradi. O'shaning uchun buni qilganimiz, ya bu shaklda yozganimiz yaxshi. Ammo hammasini ham overloading bilan yoza olmaymiz. Chunki misol uchun ikkita sonni ko'paytirish bor, ikkita sonni qo'shish bor. Bu ikkalasini amali farqli. O'shaning uchun ularning ismini ham boshqa tutishimiz kerak. Ya'ni ichkarida qiladigan ishi bir xil. Faqatgina ba'zi joylarda kichik-kichik farqlari bo'lsa, ularni overloading bilan yozishimiz mumkin. Metod overloading bu shaklda yoziladi. Bir xil ism beriladi va ichkarisidagi parametrlari
bir-biridan farqli bo'lsa yetarli. Tizimimiz o'zi ayirib oladi bergan parametrlarimiz soniga qarab. Bu metod overloading. Darsimizni bu yerda to'xtatamiz azizlar.